U bekorga qurimaydi. Bu nimadan nima? Shu yerdan nima? Mana bu qut tushgan o'shandan. Qut daraxt tomirini yedimi tamom quriydi deydi. Bu dehqon bog' nimadan qurgan? Aytib boringchi bir. Qanday qutlar bor? Mana ko'rsatib ayting. Qut mana shu daraxtni tomirini yeydi. Qani o'sha qut? Top Hozir men ko'rsating. senga hisob bering. Qani edi hozir. Ko'lanchi boshqa chiqib qoladi. Hozir. Foydasi bor. Mana qut. Mana, hop. Mana ko'rdingmi? Oq qut. Ana shu yeydi daraxt tomirini. Bu yegandan keyin daraxt quridi deydi. Tovuqqa bersang, tovuq rosa yeydi, tuva. Bunaqa ishlarni mana qilaverib. Bu bekorga tomirini yedi. Mana shu odam mana Tojikistonda kandakt nauk, agronom. Mana gilosni kesib tashab, mana gilosga ishlaring tushgan bo'lsa, mana shu odamga murojaat qilaverasizlar. Internetga Qanaqangi dorilar kerak, nima kerak, beraman. hammasini aytib beradi. Mana qutni sanayapti bu odam. Ha. Qishda keyin yahob berish kerak daraxtlarga. Ana, Yahob suv. ana. Uni esdan chiqarmaydi. Bu shirin bo'lishi dehqon bog' shundan-da. Shirin bo'lishi mana shu nimadan-da bu. Qutdanmi? Bo'lgandan keyin ha, shu daraxtga yaxshi nima qilmagandan keyin, qaramagandan keyin mana shu shirin boshladi nima bosdi bu qurigan degan hisobi. Shirin bosdimi u daraxt tamom bo'lgan degani. Bu ikkita qut o'sha odoq qilganmi? Ikkita chiqdi Xolos. xolos. Nima? Sveta tayda vajjila yotibdi qut. Yo'q. Tomirni yegan. Yana foydasi bormi sana? Yo'q, uning foydasi yo'q. Loxirani foydasi bor. Loxira bor-ku. Yerni yaxshi nima qiladigan loxira. Qut yeydi. U bekorga shilimshab. Buni hozir qutini olib bo'lib yana boshqatdan ekanmizmi buni? Yo'q, buni olib tashlaymiz, tamom, bu quridi bu. Siz 100 kilo gilos qilardi bu. Mana qut. Ana. Mana ko'rdingmi, mana qutni ko'ra olsa? Neyim o'lgan bu? Tirik bu. Bu yeydi bu. Ana. Tomirni yedimi, o'sha quriydi bu. Nasıl öldü mü bunaqa? Ana oxlatini ichida ham ko'p ekan rosa. Oxlat soldim-ku. U ana shu yerni choptirib yahobni qo'yasan-ku, yaxlaydi, o'ladi. Bekorga u yahobni qo'ymaydi dalalarga. Haydagandan keyin. Paket ise mi?